Reuters agentligining xabariga qaraganda, Moskva Ukrainaga tajovuz qilgan ahvol ostida Amerika yangi cheklamalarni qo'yishi mumkin ekan. Oqsaroydan ismini oshkorlashni xohlamagan manbani naql keltirib berilgan xabarda aytilishicha, Amerika sanoatidagi bir turkum mahsulotlar Rossiya bozorida cheklanishi mumkin ekan. Eksport cheklamasi ahli iqtidorli telefon, aeroplan va mashina zapchaslari, sanoat tijorati va mulozimat sohalarini o'z ichiga oladigan. İgilənişçə, Xitay Xalq Azadlıq Armiyasiga təvə 4 urush aeroplani Tayvan tərəfindən hava müdafiə fərqləndirish rayonu deb e'lon qilingan rayonga kirgan. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerligining ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qilingan bayonotida 2 urush aeroplani, 1 elektronlik axborot aeroplani va 1 elektronlik urush aeroplanining 12 oyning 22 kuni kechda müdafiə rayonining g'arbiy janub qismiga kirganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Amerikadagi abonentlar Tesla mashinalarini haydaganda o'yin o'ynay oladiganligini bayqab arz qilingandan keyin sezimchan ekranli 1,5 milliondan ortiq Tesla mashinasiga qarata tekshirish boshlangan. Koreya prezidenti Moon Jae-in vazifa muddatining oxirgi oylarini Shimoliy Koreya bilan bo'lgan suhbatni qaytadan boshlashga shiltadiganligi o'tirib qo'yildi. Hong Kong universitetidagi Nomus haykali chiqarib etildi. Uzunluğu 8 metr keladigan Nomus to'riki 1996 yili yasalgan. Bu haykal Tiananmen qirg'inchiligida hayotidan ayrilganlarga simvol qilingan. Shahardagi faoliyatchilar buningga inkos qaytirib, Beijing hukumatining talabiga asosan bu haykalning ilib etilganligini o'tirib qo'ydi. Kompyuter o'zaklarini yasash bilan dunyoga tanilgan Intel shirkati yaqinda o'zining Xitoydagi mol ta'minlash zanjiriga chetishliq sohalarning majburiy emgak masalasiga alohida diqqat qilishini cheklab e'lon qilgan bayonotda Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak masalasini tilga olib, mol ta'minlovchilardan har qanday ahvolda bu xildagi majburiy emgak qilmishiga chetilib qolmasligini talab qilgan. Shirkatning bayonoti Xitoycha e'lon qilingandan keyin necha 100 million Xitoy buningga tutma-tushdan hujum qo'zg'agan. Shirkat bu haqda qayta bayonot e'lon qilib, o'zlarining bu qarorining Amerika parlamenti ma'qullagan va prezident Baydenning imzosi bilan yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan chiqarilganligini ta'kidladi. Yaponiyaning 5 davlat gezitining biri bo'lgan Nikkei Osiyo Turkiyani atrofliq tahlil qilgan bir maqola e'lon qildi. Analiz o'qirmanlari bilan Turkiya yana bir cho'ng davlatga aylanish yo'lida mavzusi bilan ko'rishdi. Tahlilda Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo Turkiyaning savarchanlik bilan Yevropa ittifoqiga kirishini saqlayotganligi, shuning bilan birga hozir uning rayondagi ta'siri kuchli davlatga aylanganligi ta'kidlangan. Maqolada Turkiyaning uchquchsiz aeroplanlari alohida tilga olingan.